Yaxshimisizlar, hurmatli o'rtoqlar, pidaras dushmanlar. Eng boshidan aytib qo'ymoqchi edim. Kecha Shuhrat Musayevning videosini ko'rib qoldim. Ko'zlari mamnundoq chiqib, kursimga kelinglar, endi ozgina qolyapti. Kursimga kelmasanglar, maydalab tashlayman kotlaringlarni deb. Tushunasizmi? Kurs trading kursini ochgan Telegramda. Endi kim bilmasa trading nimaligini, o'ylab ko'ringlar. Mana shu arziydimi pul to'lashga bu kursga yo'qmi? Yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Buning uchun pastda kommentariyada, mana shu videoni pastda kommentariyada 3 minutli videoni trading nima, moliy bozori nima, qanaqa qilib odam o'sha yerda bankrot bo'lib ketadi, qanchasi koti yirtuv bo'lib qoldi o'sha odamlarning, o'sha Amerikan odamlari qancha koti yirtuv bo'lib qoldi, tushunasizmi? O'shaning uchun pastda tushib o'sha 3 minutli videoni tomosha qilinglar. Ozgina bo'lsa ham o'rganish kerak. Eng boshidan tushuncha bo'lish kerak. Tushuncha, trading nima, moliya bozori nima. Bu Shuhrat aytayotgan narsasi polni emas, polni informatsiyani berayotgani yo'q, tushunasizmi? Polni informatsiyani men sizlarga beraman. Trading nima, tushunasizmi? Endi ushbu mavzuni eng asosiy mavzusi, to есть bu videoning eng asosiy mavzusi bo'ladiki, mana shu o'zbek blogerlarni misolida ko'ramiz. Umuman qanchalik O'zbekistonda mana shu rivojlangan, mana bu xoinlik, sotqinlik, keyin bo'lsa gandonlik, tushunasizmi? Gandonparastlik. Gandon degani bu so'kish emas. Menga ishoninglar, gandon degani bu yomon odam degani, tushunasizmi? O'shaning uchun aytaman, gandonlik qancha mana Timur Raisdan boshlaymiz, to'g'rimi? Hammasini anaqa deydi, nima deydi? Dayuz deydi, ko'plarni dayuz deydi. Mana hozir sizlarga bitta surat ko'rsataman, kim dayuz. Bunda o'ylab ko'ringlar-da, ko'zinglarni yuminglar-da mana bunda. Endi bir anaqa o'ylab ko'ringlar-da, Timur Rais o'zining xotinidan Andijonga keldi. U yaqinda Andijonni maqtadi-da, Andijon zo'r, men sizlarni hurmat qilaman. Endi Timur Rais shu xotindan Andijonga keldi. Nima bo'lardi yo'da, bilasizlarmi? Xuyiplot Timur, xotining ochuv-sochuv yuradi. Mini yubkada ham yuradi xotining, shortikda ham yuradi. Mayli, men xotining tomoniga men pretenziya qilayotganim yo'q. Lekin sen dayuzsan-ku shu orqali, to'g'rimi? Nega men dayuz dishimga haqqim yo'q ekan? Qur'on bo'yicha mana shu nima degani, xotini ochuv hech kimga ko'rsatish mumkin emas, ochuv-sochuv qilib hech kimga ko'rsatish mumkin emas xotinni. To'g'rimi? Xotiningni ko'rsatsan-ku hammasiga. Gandon bilan. Bunaqa suratda menda dahuya bor. Mayli, men bittasini qo'ydim. Juda ko'p suratdan yuborishgan sani xotiningdan birga bo'lib. Tushunasizmi? Tak что sen o'ylab ko'r gapirayotgan gapingni. O'sha shovingni qur, bildingmi? Bu yerga nima qilasan, dayuz-mayuzlarga qo'shilib. Menga nima deysan? Mana o'zbeklar, men tomoniga nima deb olsa, o'zbeklarni so'kkan tursan, ey gandon, sen o'zing mentlarni so'kib tashlagansan. Videosi ham menda turibdi. Rahmatulloh yuborgan menga o'sha video turibdi. Menda o'sha video. Hammasi biladi, men aldamayman. Keyin bo'lsa, prezident yonida tursin, prezidentni ham so'kkansan-ku, o'zbeklarni so'kkansan, yaxshilab so'kkansan o'zbeklarni. Yaxshigina o'zbeklarni so'kkansan sen gandon. Menga tashlab olsan endi o'shani mana bu anaqa turk o'zbeklarni so'kyapti, hammasi jim turibdi. Xuyiplot o'zing so'kkansan-ku o'zbeklar. Yo'q, anekdotga o'xshab ketyaptim bu ham. Bitta anekdot bordi, yana bir marta gapirib beraman, mayli. Anaqa yana bir narsani aytib qo'y, Muxtor Alini ham so'kkansan. Endi voy bu anaqa men hurmat qilaman. Muxtor Alini o't ido so'kkansan sen. Bilasanmi shuni? Uni ham videosi turibdi. Har bir gapirib chiqqan narsam videosi turibdi menda. O'zbeklarni so'kkani, mentlarni so'kkani, Muxtor Alini so'kkani. Tushunasizmi? Keyin bo'lsa prezidentni so'kkani уже ko'rsatmasa ham bo'ladi, butun anaqa O'zbekiston biladi buni. O'zing xuyiplotsan. Anekdot bo'yicha как раз таки senga to'g'ri keladi o'sha anekdot. Yana bir marta aytib beraman. Ruschada anekdot. Короче, bittasidan so'rayapti. Bittasi qari, boshqasi yoshroq. Yoshi qaridan so'rayapti. Bilad, yoshingiz borib qopti. Nima qilib kodni berib yuribsiz, hammomlarga borib bilad deydi. Men qarab, mayli, men endi ochuvsiga aytaman, kodman deyapti. Sen o'zing bilad, kechagina boshlading-ku berishni kodingni. Sen kodmasmisan? Taqsir dedi. Men atiga 2 marta kodimni berdim deyapti. Endi o'rischasiga shunaqa bo'ladi. Я только 2 раза жопу дал, deyapti, anaqa-da. Один раз не пидорас, а второй раз как первый раз. Tushunasizmi? Один раз не пидорас, а второй раз как в первый раз. Tushunasizmi? Так что sen aytmoqchisanki, один раз не пидорас demoqchisan. To'g'ri? Mayli, men o'zbeklarni masalan 5 marta so'kdim, sen tam 2 martami, 1 martami so'kding, хорошо. A u один раз не пидорас deysan endi menga, to'g'rimi? Timur bilan. Sen o'zi tushunchang bilan harbskiy-ku, Timur bilan. Mana endi Dilnur Kamilovning gandonligiga kelsa o'zi, Dilnur Kamilov bir necha yil pizdet именно anti-islamist, вообще uni ateist deyishardi. Tushunasizmi? Odamlar uni ateist deyishardi, короче, anti-islamist bo'lib
shariatga qarshi chiqib, islomga qarshi chiqib, soqollilarga qarshi chiqib. Endi bo'lsa menga bittasi bugun menga kommentariy yozyapti. Bugun emas, umuman kommentariy yozdi oxirgi videomda. Kommentariyada nima dedi? Turk siz bitta o'zingiz qolibsiz dedi. Chunki mana Dilnur Kamilovni proverka qilsam, u уже anaqalarni yondan olyapti. Soqollilarni, sallalilarni, qarshi salla o'raganlarni, soqollilarni, hijoblilarni, qarshi o'shalarni yondan olyapti deydi. Bo'ldi. Orientatsiyasini o'zgartirdi deydi. Bu allaqachon o'zgartirgan orientatsiyasini. Men uni videosini ko'rganman. Bitta videosini ko'rganman. Har xil masjidlarning ichiga kirib, o'sha dindorlardan birga o'tirib, oyoqlarini takoy musulmonskiy qilib o'tirib, basharasi Dilnur Kamilov mana bunaqa kamerada endi unga kimnidir iltimos qilgan, kameraga olgan, meni masjidga kiraman, o'tiraman. Kameraga men bunday qarayapman. Mana shunda Xodayganskiyda, короче. Xodayganskiy qarayapti bilan kameraga. O'zicha pizdati musulmon bo'ldi bu, короче. Bu и вашим, и нашим. Buni prinsipi yo'q. Dilnur Kamilov и вашим, и нашим. Buni prinsipi yo'q. Tushunasizmi? Endi menga bittasi aytadi, sizni tomoningizga anaqa yomon gapirdi, bunaqa bilan men aytdim, u bilasizmi, u короче orientatsiyasini o'zgartirganda men unga kommentariy yozdim. Ruschasiga yozdim, faqat sizlab yozdim. Dilnur, вы неправильно поступаете, потому что теперь вас будут любить. И атеисты вас не будут любить, кеширасызlar. Вас теперь не будут любить, и атеисты не будут вас любить, и эти исламисты тоже вас не будут любить. Так на двух стульях сидеть нельзя. Мой вам совет, bunaqa ishlarni qilmang. Я в вашем совете не нуждаюсь, tуда-сюда, короче, menga ответ bergan. Men o'zbekchasi tarjima qilib beraman, unga ruscha yozdim-da, aytmoqmanki, Dilnur noto'g'ri qilyapsiz dedim. Chunki yo u tomon bo'lishi kerak, yo bu tomon bo'lishi kerak. Ikkita ustolda o'tirib bo'lmaydi dedim. Bu ikkita ustolda o'tiribsiz, o'shaning uchun endi sizni dindorlar ham yomon ko'radi, ateistlar ham yomon ko'radi. Nima? Dilnur Kamilov o'yladiki, meni endi dindorlarning kotini yalab qo'yaman, endi ular meni yaxshi ko'radi. Qo'tton yebdi Dilnur Kamilov. Ular ham tushunib turibdi buni munofiqligini. Konkretno Dilnur Kamilov munofiq, gandonchik такой, gandonchikda, tushunasizmi? Orqamda yana gapirib chiqdi bu xuyibli, tushunasizmi? Men buni ketidan chopgan ekanman. Davay anaqa savmesni video qilamiz deb. Yo'q, Komil bitta soqolli buni o'rtog'i bor edi, o'shadan videoda chiqardi. Komil Yo'ldash. Komil Yo'ldash. Soqolli такой, boshi kal, sochi to'kilgan, короче. Tushunasizmi? Komil Yo'ldashni chiqqanda, o'sha Komil Yo'ldashni men anaqasiga yozdim, to'g'ri. Aytdim, Dilnur yoki Komil Yo'ldash har biriga anaqa murojaat qildim. Davay anaqa video qilamiz deb. O'sha yerda 1-2 marta yozib qo'ydim, короче. Da, eski videolar o'sha Komil Yo'ldashga. O'shani endi gapirib chiqqanmish-ki, men uni ketidan chop yurganmish. Bu pizdец gollivudskiy звезда ekan bu anaqa Dilnur Kamilov. Da nahot мне нужен Dilnur Kamilov. Mana o'shanda просто meni anaqa prosmotrlarim juda yomondi. Hozir bo'limeni birinchi kanalimda ham o'sha butun O'zbekiston meni taniyapti. Komil bilasiz, anaqa to'polon bo'lgan Shuhrat Mustafiydan to'polon bo'lgan, aytganki, men turkni reklama qilmayman deb, o'zi baribir reklama qilib yuborganman. Anaqa Shuhrat Mustafiy butun O'zbekiston meni taniydi hozir. Yo'binlar. Nahot мне нужен Dilnur bilan. Ты что, охуел что ли, бля? Дебил ты ёбаный, бля. Chunchak bo'lmasan o'zi, bля, ozgina bo'lsa ham ko'chada o'sganmisan, ozgina bo'lsa ham yibanni gapini gapirib olsan, bu o'zi ruhiy kasal, to'da-suda debsan tomoniga, bля. Xuysimi? Ruhiy kasal debsan. O'zingni prinsiping bormi? Sen mujikmisan o'zi, yiban, bля. Qanaqa mujiksan, Dilnur, bля. Bir ateistni tomonidan olding. To'g'rimi? Ateistni tomonidan olding. Endi bo'lsa birdaniga dindor bo'lib qoldi. O'shanda ham masjidlarda o'tirganda kommentariyani o'shanda yozishdi senga. Dilnur nima orientatsiyani o'zgartirdingizmi deb juda ham ko'p yozib yuborishdi kommentariyada, esingda bor. Keyin bo'lsa bitta xotini himoya qilib chiqding, hijobga o'ralgan xotin, u o'zini magazinini reklama qilyapti o'sha xotin. Qanaqa qilib reklama qilyapti, men sizlarga tushuntirib beraman. Aytdiki, men cho'chqa terisidan qilgan tuflini sotib olganman degan. Bilmasdan, endi bilganman shu cho'chqa terisi ekan. Iltimos menga orqaga olib kelib beringlar o'sha tuflini, men pullarni berib yuboraman. Bu magazin halol magazin, oyoq kiyim ham halol degan, musulmonlar bemalol kelib sotib olsa bo'ladi. Menda oyoq kiyimni tudasida prosta o'zi reklama qilgan. Bu hech kim bundan sotib olmagandir ham o'sha cho'chqa qilingan, cho'chqan terisidan qilingan oyoq kiyim. Prosta xitri podxod qilganda, и o'shani Dilnur Kamilov короче, o'sha PR qilayotganda pastda bolalar yozib tashlagan. Короче, sen o'zingni PR qilsan, unaqa O'zbekiston dunyoviy mamlakat, nima farqi bor? Cho'chqa terisi bo'lsa ham, короче, ko'p intervyular shunaqa bo'lgan, tushunasizmi? Uni o'sha xotinni videoni tegishdi.
Endi bo'lsa o'sha Dilnur Kamilov uni himoya qilyapti. Islom shunaqa-da, ha? Musulmonlar shunaqa bo'ladi endi, ha? Islom shunaqa-da. Nimaga unga yopishyapsizlar? Uni anaqa kommentariyasida tanqid qilyapsizlar, uni tunda-sunda basharasi такой важный bo'lib ketgan. Bular u Dilnur Kamilov yoqadi unga, masalan, Sirojin ani bordi-ku bloger. Hozir o'tiribdi, следствие ketyapti, следствие o'tiribdi, ROVDdan xatarmi. O'shani basharasini ko'rsatadi anaqa Dilnur Kamilov. Dilnur Kamilov o'zini basharasini ko'radi. Важный bo'lib ketgan, bomba munda bo'lib ketadi, biladi, yo'q. Hozir meni sendan ko'p tanishadi. Timurdomi, yo'q. Dilnur, meni hozir sendan ko'p tanishadi. Sen nahum мне нужен вообще, yo'q. Sen o'zi prinsiping yo'q, birinchidan. Menda prinsip bor. Men eng boshidan я отвечаю за свои слова. Meni ko'chamda tushunchasi bor. Eng boshidan bir ateistman, bo'ldi ateistman. Tushunyapsanmi? Sen bir ateistsan, bir deistsan, endi biladi, o sallalarni hijoblan soqollarni himoya qilyapsan, ani islomchi xotinni himoya qilding. Esingda bormi? Birinchi soqollarni qisish bo'lganda, anaqada O'zbekistonda birinchi boshlanganda o soqollarni qisish. Sen so'yingansan-ku, ha, islomchilarga murojaat qilib chiqqansan-ku. Murojaating qanaqa bo'lgan islomchi? Mana endi ana xo'l anaqa mushuliga o'xshab o'tiribsizlar. Ha, mushu pushistli bo'ladi-da. Tushunyapsizmi? Mushu pushistli bo'ladi. Agar suvga solsang, ozg'in bo'lib qoladi mushu. Mana shunaqa xo'l mushu bo'lib qoldinglarmi? Yo'q. Xo'l tovuq bo'lib qoldinglarmi? Dedingki islomchilarga, soqoling yo'q ekan, allaqachon qilish kerak edi buni. Mana endi soqolingni olib qo'ydi, mana qalaysan deb anaqa islomchilarga gonga qilding-ku, anaqa. Dilnur, esingda yo'qmi o'shani? Endi bo'lsa soqolni yonina olotgan ekansan. Biladi. O'zing yiban bo'lib turib, yana men tomoniga bir narsa aytmoqchiman. Men senga anaqa o'zbek blogerlarga nayiz qilding bir xil. U seni naturi, seni xaraktering o'sha Timur Raisga o'xshaydi. Timur Rais ham o'sha o'zbek blogerlarga nayiz qiladi. Ular bo'lsa O'zbekistonda ular masalan javob berayotganda ular so'qolmaydi. Tushunyapsizmi? So'qolmaydi, chunki qo'rqadi, 15 sutka o'tkazadimi, 8 sutka o'tkazadimi, tushunyapsizmi? O'shani so'qolmaydi. Sana o'shandan foydalanib, ularni o'zbek blogerlarini so'qyapsan. Ko'rdim-ku videoyini. Xuy pilot, bu erkakning ishimi? Guli Ranoni ko'tini ichiga kirib ketding. Sen bo'lganmisan, o'ta ko'rganmisan. Men tiqilmayapman. O'tgan. Даже ana Shuhrat Musayev ham tiqilmadi o'tgan biladi. Men biladi. Daniyada bo'lib turib, Guli Ranoni ko'tiga kirib ketyapsan. Haqorat qilib buni biladi. Xuy pilot, seni qizingni, xotiningni, o'zingni haqorat qilsa nima bo'ladi? Sen pidaras ekansan, Dilnur gandon ekansan, naturalni. Yana bir anaqa Shuhrat Musayev, Muxtor Ali to'g'risida gapirib qo'ymoqchi edim. Shuhrat konkretni sotdi, Muxtor Alini. O'rtoq bo'lib turib sotdi. Bunaqa video qilishga umuman o'zi bu dastoyniy narsa emas mujik uchun. Agar o'rtoq bo'lsanglar, aka-ukadek o'rtoq bo'lsanglar, to'g'rimi? Bunaqa ish qilish mumkin emas. Keyin bo'lsa video chiqib, "Voy, men yoningizda turib berganman." Yoningizda nima bo'pti? Yonida turib bergan bo'lsangiz. Shuhrat sotding, pizdes nima? Senga Muxtor Ali aytdi, to'g'rimi? Orqamga pichoq sanchiding deb, to'g'rimi? Shunaqa dedi. Bo'ldi shundan. Sotgan bo'ladi, tushunyapsizmi? Mana masalan, endi reska anaga darrov anaga o'tamiz. Qayum bloger. Mana Qayum blogerning ishi ham shunaqa bo'lgan, Shuhrat Musayevga o'xshagan bo'lgan. Menga qilgan. Eng boshidan o'zi mendan aloqa qilgan. Anaqa Qayum bloger. Taniysizlar bilan ochkiydi, tako yoshi borib qolgan, ko'zi qisuv, tako o'zicha хитровыебанный такой Qayum bloger. U ham xuy pilotik, o'zicha xuy pilotik. Mana aloqa qilgan, brat, men boshladim kanalimni. Prosmotrim kam, iltimos mana shu like qo'yib turing, bir nechta anaqa yozib turing, kommentariyalar. Men ham sizni podдержка qilaman. Men u SSRni odami edi, SSRni maqtagan. SSRni maqtab, o'zi u anaqa nima deydi? O'zi u 100% ateist, 100% ateist. Tushunasizmi? Meni kanalimda ham juda ko'p yozgan. Eng birinchi kanalimda u bloklangan-ku birinchi kanalim. Eng birinchi kanalimda shunaqa yozgan. Nima? Agar bittasi onangni ko'tiga sikib qo'ysa, u ham Allohdan bo'ladimi? Islomchiga shunaqa yozgan, tushunasizmi? Shunaqa kommentariyalar yozgan, tushunasizmi? O'shaning uchun kelgan bo'lsa, davay anaqa primoy efirga chaqirdim meni. Mayli, sizni kanalingizga chiqamiz, keyin mening kanalimda chiqing dedim. Xo'p, uni kanalida ham chiqdi, meni kanalimda ham chiqdi. O'sha menga вообще nima desam ekan, har kuni telefon qilib, messenjerdan telefon qilsa bo'ladi. Messenger bilasizlar? Facebookda messenger bor. O'sha через messenger telefon qilsa bo'ladi. Menga telefon qilib, "Brat, qalaysiz? To'dasida plan qilib qo'ydingizmi? Men nima gapiramiz? Men bunaqa gapiramiz, davay unaqa, davay bunaqa" deb. Yomon jam bratga olib ketgandim men, tushunasizmi?
orqamda o'zini anaqa obunachilariga, короче, o'zini o'sha kommentariy yozayotgan odamlarga meni rosa yomonlab chiqqan. Bu shizofrenik tuda-tuda deb tushunmasdan, orqadan gapiryapsan, xuyiplot, Qayum katta mujiksan biladi. Hozir ham yomon gapirib yursan orqadan. Menga bolalar yetishdi, men просто kirmayapman videoga, nahv kerak. Bilaman, sen anaqa yomon gapiryapsan. Bir Timur anaqa Timurlardan, Timur emas, anaqa Dilnur Хуйню какую-то сморозил, Dilnur Камил. Bir-biringga o'xshab ketasan. Что san, что Dilnur, блядь. Qayum bloger, блядь, o'zi katta mujiksan. Amerikani fuqarosisan. Подлизываешься под своих, блядь, подписчиков, ёбаный в рот, блядь. Ты же по-русски хорошо разговариваешь, правильно, да? СССРовский, не? Постоянно хвалишь СССР, так? СССРni hamma maqtaysan, Qayum bloger. Блядь, o'sha o'zingni vijdoning, блядь, qiynalmaydimi? Mana shunaqa dvulishniy bo'lgan 200 machilik qilayotganingga o'zingni vijdoning og'rimaydi-ku. Sen konkretniy ateistsan. Messenjerda nima degansan menga? Domlalarni yomonlagansan, to'g'rimi? Ana domlalar o'zbeklardan katta pul olyapti, janoza bo'lsa, unaqa nima deydi endi, janoza, tam nikoh, tam o'sha narsalarga katta pul oladi bular, bu gandon hammasi bilan boshida faqat pul deb menga aytgansan. O'zingdan keyin bo'lsa islomchini yasab olgan. Yo'q, islom din bu yaxshi din deb birga anaqa qilayotganingizda esingda bormi? Прямой эфир qilayotganingizda уже вообще поменял ориентацию. Sanam Qayum bloger поменял ориентацию. Chunki voy menda endi подписчикlar, bolalar kiryapti, dindorlar kiryapti. Jinnah demaysan ularga. Mujikmisan? Qo'tog'ing bormi? Duxing bormi? Vijdon bor, vijdon, mujskoy vijdon degan narsa bor. Bitta prinsip o'zi prinsip degan narsa как раз таки mujikskiy narsa bo'ladi. Mujikskiy tushunsan. Yana bir marta qaytaraman, men ateist bo'lganman, ateistman. Bo'ldi shundan. Tushunsan? Nimadan qo'rqdingsan? Voy endi esingda yo'q, ovozing, o'zlashi ovozing esingda yo'qmi? O'zing ovozing. Voy endi anaqa mani kanalimga dindorlar kiryapti-da, endi men unaqa ateist bo'la olmayman-da, endi ko'tlik qilib ketding, to'g'rimi? Ko'tlik qilib ketding. Meni orqamdan men yomon gapirib, ko'tlik qilding. Что Dilnur, shu boshqalar. Mana o'zbeklarning xarakteri shunaqa bo'ladi, tushundinglarmi? O'zbek Amerikadami, o'zbek Yevropadami, Luboy g'arbdami o'zbek, duxi o'zbeklar. Mana yaqinda anaqa muxolifatmi, oppozitsiya deymiz, короче, muxolifatmi, nima deydi uni? Bilan yibanutay so'z yoqmaydi menga shu. Oppozitsiya deymiz, anundan birga chiqibdi. Komil Shvetsiya bor-ku, Komil Shvetsiya ko'rdim. Komil Shvetsiya endi o'zini murojaatini qildi o'zbeklarga. Maskasiz normalni. Qolganlar hammasi maska kiyib chiqqan. Yo'q, твою мать. Chexiyadan, Polshadan, Amerikadan, tam Angliyadan, butun Yevropadan, короче, o'zbeklar chiqib maskada bilan shunchalik qo'rqoqlik hech qayerda yo'q. Yo'q, твою мать bilan. Yo'q, Belarusda ham shunaqa emas. Mana Belarusda qancha to'polon bo'ldi. Ruslar ham shunchalik emas. Eng duxi o'zbeklar bo'ladi. Eng gandonskiy xarakter o'zbeklar bo'ladi. Bir-birini ko'tini yirtgan, bir-birini haqorat qilgan, mana blogerlarni men gapirib chiqdim. Qolgan boshqa blogerlarni gapirganim yo'q. Endi tushunasizmi? Menga tegishli gapirdim, mayli boshqalarni tegmadim, paka. Agar men tegsa sikib tashlayman bunaqa. Teydimi sikib tashlayman. Ko'rdinglar, Musayevni ham qanaqa bo'ldi ish. Mana Timur Raisni ham qanaqa bo'ldi. Dilnurning opasini ham chiqozdim men. O'zinglar ko'rdinglar. U umuman mujik emas, xuy pilot bilan. Mana anaqa Qayum bloger, тоже xuy pilot. Kim ekan u bilan? Naturalniy xuy pilot bilan. Prinsipi yo'q xuy pilot. Просто prinsipi yo'q. Bu o'zini prinsipini sotgan odamlar bo'ladi. Bu naturalniy xoin. Odam o'zini prinsipini sotgan, bu xoin bo'ladi, tushunasizmi?